Uzatiladigan qizini hamma narsaga tayyor qilib tarbiyalaydi. Go'yoki katta jang maydoniga jo'natyapti. U ovqat pishirishni bilish kerak, kir yuvishni bilish kerak, erga mulozamat qilishni bilish kerak, qaynonani ko'nglini topishni bilish kerak, qo'ldan ish kelish kerak, hunarlari bo'lishi kerak deb turib, shunaqangi bir qarashlarimiz borda, shunaqa qilib tayyorlaymizda, bu qizlarni asabini tugatib tayyorlaymiz aslida oilagada. U yerda baxtli bo'lish uchun emas, u jang maydoniga borayotgandek his qilib boradi va oila haqidagi tasavvurlar ko'proq negativ. Endi uyda yashayotgan o'g'ilni oilaga hech kim tayyorlamaydi. Go'yoki tashqaridan tayyor kelin keladi-yu, shundoq oilani mas'uliyatini bo'yniga oladi-yu, buni 25 yil katta qilgan o'g'lini ham qo'shib yetaklab tortib ketadi. Shunaqa qarashlar bor. Aksincha stereotiplarni singdirib qo'yishayotgandek erkaklarga. Aslida erkakni oilaga tayyorlash kerak. Erkakni ko'proq tayyorlash kerak. O'g'il bolani ongiga singdirish kerak. O'g'il, sen o'g'il farzandsan, sen erkaksan. Ertaga birovni bolasini eshigimizga olib kelamiz. Seni er degan noming bo'ladi. Sen bu vazifani bajarishing kerak. Seni bo'yningda oilani boqish, oilani qarash, oilani himoya qilish mas'uliyatlari bo'ladi. Oilani